122 mingta yurgan ekan. Benzinda ekan avtomashina. Alyo, ayna. Yaxshimisiz, sizmisiz? Charchamayapsizmi? Jondor lider avtosalonga keluvdim mena. Hozir bu yerda aksiya ketayotgan ekan. Shu yerdan sizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Ravon brendli Cobaltlardan olaman uni. 4 ta miyaqi balon qo'yilgan. Moshincha ideal holda. Ravon brendli, atiga 122 mingta yurgan. Ha, uni olib boraman. Ina, mayli. Jondor lider avtosalon kuzatuvchilari 2020-yilda ishlab chiqargan Ravon brendli Cobaltimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. 122 mingta yurgan, buni tan narxini $9,000 deb qo'yib beryapmiz. Barchalaringizni taklif etamiz. Rasu, shoshmang, qanaqa 9,000? Uni kelishtiring, necha ming, 5 ming emas, 9,000 deysiz. Yo'q aka, bu 2020 bu. Kelishtirbatingga ko'ra insof bilan, insof bor baraka. Qo'ying bir $5,000 qarmazar qilsin, tamam, o'lacharamiz shuni. Aksiya qilingan. Bo'ldi aka. Generalnisini ham ichida qilib beramiz. Generalnisini ichiga emas, 8,700 generalnisini qilib berasiz, tamam, baraka. Gap ko'p qilmadi. Kelaverasiz. 8700 ga kelib olib ketasizlar.